Eğer bizning Uyg'ur yigitleri kuchli bo'lgan bo'lsa, bizning yosh qizlarimiz to'r betlarida yishilmasin. Mening ichimda menga aranlanayotgan bir o'y bor. Nimishga biz bir millat turib, tam mushu kungacha beshimizni biriktirolmaymiz. Biz nimishga tomoq chekimiz, nimishga ichimlik ichimiz. Biri yolg'on maqtsa, meydimizni kerimiz. Bir-birimizni atımız, satımız, aldaymiz. Öz qarindoshlarimizni kamsitganimizga maqtanib yuramiz. Elimizda yurgan, zonglik qilib bilgan qalandalarning nima o'y bor ekanligini kim bilgan. Bo'sh kalamlarni yig'ib, bir-birini qarindoshlar hurmatlanlar. Ümit üzmey, öz yolunlara çıkaranlar. Şu vaqtida yolumuz bo'ldi. Eğer bilsanglar, bizning bo'g'lurimiz keyniga chekinmay, düşmanlarga qarab ot chopgan. Avlodlari ushoqlashib, bozorlarda suv sotgan. Harnomusni emas, aqchini o'ylab foyda topgan. Haqiqatan biz ulug' Baturning avlodi. Biroq bugungi kunda bizning Baturlarimiz tunjiqib yotadi. İmanımız acizlanib ketdi. Ba'zilar bo'lsa nafsini tutolmay buzilib ketdi. Bununla kim sababkar? Hamga o'zimiz sababkar. Xafa bo'lsanglar o'z ixtiyoring. Qadrimizning yo'qligi uchun, qizlarimizning har qaysi odamga kuchini oshqin uchun, nomusimizni yo'qotgani uchun, Ana tilimizning qadr qimmatimizning yo'qligi uchun arzularimiz xuddi qafasga qamul qolgandek. Qafasga qamab qo'yganimiz uchun o'zimiz sababkor. O'yinlayli yigitlar, bo'rilar bölünmeydi. Bölüngende bo'ri yeydi. Birlashaylik, ön bo'laylik. Sababi biz ulug' Uyg'urlarning avlodi. Uyg'urlarning birga bo'lgani bir-biriga yarashadi.